Amin. Seni ham omadingni bersin. Allohu akbar. Adangga salom etgin. Rahmat amaqa. Botir, to'xtab tur. Labi. Botir, atab qo'yganingizga ehsonim bor edi. Qiynalgan oilami, kasalmandmi? Xullas o'zing tushunding-ku, muhtoj bo'lsa xabarini berarsan menga. Xo'p bo'ladi amaqa. Baraka. Sog' bo'ling. Yaxshi ishlang. Xo'p. Hey, Farmon! Eshitmayapsanmi? Ha aka, Murod, qani Murod? bilmayman, 3-4 kundan beri ishga chiqmayaptilar. O'rtoqmish tag'in. Ke, yaxshimisan? Bormisan sen? Sal qolsa qidiruvga ham berib yuborardim sana. Uyingga borsam, hech kim eshikni ochmaydi. Ishxonangga borsam, bo'shab ketgansan. Ukang ham bilmaydi qattaligingni. Choyxonaga ham kelayotganing yo'q. Og'ayni, yoshligimiz mana shunda varra uchun o'tganmiz-ku. Hoynahoy, shu yerda bo'lsang kerak deb keluvdim, shu yerda ekansan. O'rtoq, xudodan bekitmaganimni sendan bekitarmidim. Mana buni ko'r. Sirrus? Sen jinniroqmisan, o'tkazib yuboribsan-ku. Nimaga bir og'iz aytmading? Aytmoqchi edim o'rtoq. Hozir hamma tashvish o'ziga yetarli. Men dardim kimyapmiz. Menga qiziq. Shaharda kazo doktor tanishlarim bor. Men o'zim davolataman. O'rtoq, qizishma. Mana operatsiya faqat Hindistonda qilinar ekan. Bilasan, katta pul keldi. Hozir sharoitim yo'q. Tushunarli. Sen hozir men bilan bir joyga borib kelasan. Tushundingmi, tur o'rningdan? Tur, tez oyib. O'rtoq, nimaga keldi bu yo'g'i? Sen o'tir, hozir kelib, hop. Assalomu alaykum. Assalomu. O'tiring ukam, o'tiring. O'ylamang ukam, Alloh dardni suygan bandasiga beradi. Ukajonim, hamma biletlaringizni to'g'irlab qo'yishgan, ha? Mana oling, o'tdagi kamko'zlaringizga ishlatasiz, xo'pmi? Aytgancha, o'tda bizning hamkorlarimiz bor. Sizni kutib olib, hamma yordamni o'zingiz ko'rsatishadi. Bizani faqat duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Nolalarimni eshitibsan-da? Menga yordam bergan insonlar ikki dunyo aziz qilgan. Qaramaysanmi tez? Oqibatli simdoshlarim bormisizlar? Shunaqa ulug' kunlarda boru, har xil joylarga borib ovqatlanishga boramiz-ku. Mana bunaqa istaganishlar ko'rsanglar boru, soqib olganni qaranglar, gapira olmas ekan. Shularga mana bundan 100 ming so'm berib qo'ysanglar, qanday mukofoti bo'ladi deb bir ajri savobi bo'ladi. Rahmat. Keling, ham 100 mingni ber. Mana kim? Bo'ladi senga 3. Bo'pti. Hali bo'ldi, bopladimmi? Men qiray saqovat beshi. Chetroqda to'xtatgan mashinani? Ha, tinchlikmi? To'xtat mashinani deyapman. Tinchlikmi og'ayni? Nimadir bo'ldimi? Ramazon kunlari to'g'ri ish qildim deb o'ylading-da. Bitta faqir ustidan kulib, uni ommaga olib chiqib, sanda kelagacha Alloh hisob bersin. Otamni bitta gaplari bo'lardi. Do'sting qarg'a bo'lsa, sitkaning go'ng bo'ladi. Omon bo'l, muruvvatli boy. Ko'rsanglar borib, soqib olganni qaranglar, gapira olmas ekan. Shularga mana bundan 100 ming so'm berib qo'ysanglar. To'xta do'stim.